70 mi? 70 ming so'm. Qanaqa paroda? Paroda. Yaponcha. Bular 50 ming so'm. Bular yapon paroda. Xo'sh, bular necha puldan balachalar? 40 ming so'mdan, ha? Bu qanaqa paroda esa? Xiko? Bu mu? Onasi. Hammasi ish bular shunday. Hammasi ish. 1 million. Bular har 6 oyga tug'adi. Bular necha pul aka? Katta. Kilosiga qarab, bunday katta kichikligiga qarab. Qani necha pulga mashina? 80 mingdan 200 minggacha atrofiga. Aka, ona balla necha pul mana bular? Bu 8 ta bolasi bilan 290 ming. Aha. Bunisi 6 ta bola bilan 250 ming. 150 ming. Bular har oy tug'adi deydilarmi? Har necha oyga tug'adi? Yo'lda yuqori 28 kunda qo'ydirilgan kunda 28 kun hisoblanadi. Ha, yaxshi. Bularchi aka, kattalar. Kattalari 250. Mana bunisi, ha? Ha. Bunisi Bunisi 200, bu 80 ming. 350, 280 ming so'm bular. 80 ming. Qanaqa paroda aka? Bu qarlikcha 150. Pushisi 100 ming. 100 ming so'm. Yaxshi. Buni necha pulami quyoncha? Bu qanaqa paroda bu? Chorniy, agnolniy otdir. Aha, bu chetdan keladimi aka? Yo'q, propiska o'zimizniki. Ha. Bular ha o'zimiz. Zotchi ana zo'ra chiroyli quyoncha ekan. Quyonlarni arqa bitta aytib o'ting aka. Bular necha pullar? Biznikimi? 150 ming so'm. Aha. Bularchi aka? 40 ming, 50 ming. Ves qanday aka bilan o'rtacha vesi? So'yishganmi nimaga? Misol so'yishga. Mayda quyonda. Mayda qiyon. Ha, boyagi ambulan kattalari so'yishga bo'ladi-da. Bular necha pullar aka? 250 ming so'm. Rahmat, ko'paga. Telefon nomeringizni ayting aka. 95'lik 95lik 056 056 75 86 75 86. Akamiz raqamlarini qoldiraman. Mana shu quyonlar ko'p aka. Agar sizlarga mana shunaqa quyonlar kerak bo'lsa, aloqaga chiqasizlar.